DTSP bo'lib qoladi. Qancha ota-ona shunda o'tkazib boradi. O'zi natal davrida nima bo'ladi? Natal davr, postnatal davriga keldik. Ya'ni reflekslari, o'sha mono refleksli nervpatologlar 3 oylikgacha deydi. Aslida 5 oylikgacha bo'lib, bu katta xato. Biz uni buzib ana o'sha qism motorikani rivojlantirish, sensorni integratsiya deyapti. Mana qayerdan boshlanadi. Ildizi qayerdan? Nimaga bolangizni emlatishga pul to'layapsiz masalan? 100-150 mingdan bir soatini, to'g'rimi? Bola bilan shug'ullanyapti. Siz chunki o'sha paytda xato qilgansiz. Yig'lamasin. Ana yo'q, qo'ying, yig'lasin. Hozirgi kunga kelib farzandlarimiz nima uchun gapirishmayapti, ya'ni nutqlari yo'q. Bu mavzuda ozgina sizlarga tushuntirish berib o'taman. Qaranglar. Oldingi zamonda nimaga logopedlarga yoki defektologlarga, yana boshqa mutaxassislarga qo'shimchalarga borishmasa ham, bolalar o'z-o'zidan rivojlanib ketishgan. Hozirda esa nima uchun qo'shimcha ustozlarsiz, qo'shimcha pedagoglarsiz va nervpatolog lecheniasiz farzandlarimiz, bolalarimiz nutqi rivojlanmayapti, miyasi ortda qolyapti yoki umumiy rivojlanishda ortda qolyapti deb o'ylaysiz? Xo'p, bunga yagona sabab ildizda yotadi. Ildizda ko'pchilik o'ylaydi bu o'tib ketadigan holat, ayniqsa dada buvilarimiz, lekin bu hozirgi kunda o'tib ketmayapti. Jiddiylashyaptiki, ammo o'tib ketmayapti. Hozir biza ko'pchilik onalar qilayotgan xato bu birinchi o'chirda homiladorlik davriga e'tibor bermaslik. Eng birinchi mana perinatal, natal va postnatal davrlari bor. Perinatal davr bu homiladorlik davri, natal davri bu tug'ruq davri. Postnatal davri esa bolani 1 yoshgacha bo'lgan tug'ruqdan keyingi davri hisoblanadi. Biz perinatal davrda nima qilyapmiz? Masalan, ko'pgina kelalar qo'rquv ostida, bosim ostida, stress ostida yashaydi. Yoki bo'lmasam qon bosimi gemoglobini kam bo'ladi, vitaminlari kam bo'ladi, o'ziga e'tibori kam bo'ladi, yuraveradi. Ana o'shalar ham juda ham katta ta'sir qiladi bolaning rivojlanishiga. Ayniqsa 3 oygacha bo'lgan davrda bolani miyasi rivojlanadigan davr hisoblanadi. Bu davrni juda ham e'tibor bilan o'tkazish kerak. Keyin bilasizlar, yiqilib tushish, mana hech narsa bo'lmadi. Men o'zim 2 marta yiqilib tushganman, ikkinchi farzandimda. Bir marta yiqilib tushdim, bir marta qoqilib ketdim, yiqilmadim. O'sha yiqilib tushganimda qornim bilan yiqildim, tizzalab qoldim, cho'kkalab qoldim. Lekin bilasizmi, nima bo'ladi o'sha paytda? Homila ozgina qimirlaydi, joydan ko'chgandek bo'ladi. Aniqligiga borsanglar, tekshiruvlarga borsanglar, homila ko'chgan, ozgina anaqa surilgan deb aytishadi-ku. Ana o'sha chichigina surilish ham bolani miyasi chayqalishiga olib keladi. Bolani miyasini chayqalishi degani bu o'sha sekundiga bolani rivojlanishi, miyasi rivojlanishi o'zgardi normadan degani, tushunyapsizlarmi? Bu juda ham muhim narsa. Biz e'tibor bermaymiz. Masalan, hech narsa qilmaydi, tur, yana turib ketur, yoki ana o'zida yaxshi tur hech narsa qilmaydi yoki o'zida hech narsa chiqmadi-ku, demak yaxshi deb yuraveramiz. Bu ko'rinmaydi, bu bilinmaydi. Bolani miyasi chayqalgani bilinmaydi. UZI, Doppler hech qaysi apparat sizga ko'rsatib bera olmaydi. Bu bola tug'ilgandan keyin asta-asta sekinlik bilan boladagi rivojlanishlarda orqada qolish, tug'lanish, nerv sistemasini buzilishi, nozikligi mana shunaqa qilib har xil diagnozlarga olib kelishi mumkin. O'zimda qiyos etadigan bo'lsam, men ikkinchi farzandim rezus faktorlarimiz to'g'ri kelmay qoldi. Oxiriga borganda men o'tkir virusli kasallik bilan sahraniniyada yotdim. Nima deydi o'zbekchasiga? Xullas, o'shanda yotib davolandim. O'lib olman deb o'yladim. 37 haftalikda. Ungacha hammasi yaxshi edi. O'lib olman deb o'ylab, unda yotib davolandim. Undan keyin 38 haftaligida yiqildim. Va yiqilib tushganimdan keyin o'zi Dopplerlarga bordik, hech narsa chiqmadi. Hammasi yaxshi, ko'chgan hech narsa yo'q deyildi. 39 hafta-yu 5 kunligida qizimni dunyoga keltirdim.
Va qarabsizki, dunyoga keltirganimda bolamni bilirubini baland tug'ildi. Birinchidan o'tkir virusli kasallanganim, ikkinchidan rezus faktorlarim to'g'ri kelmaganligi va boyagi yiqilib tushganim bo'lsa, nervpatologga 1 yoshdan keyin borganmiz, judayam nima deydi, nervni har doim qo'shima shunaqa jahldor bola bo'lib qoldi. Borganimizda miyasida cho'chishlar bor deb egiga chiqazib berdi. Mana ko'ryapsizlarmi, nimalarga olib kelgan ana o'sha narsalar. Men o'tirib tahlil qildim, o'yladim, nimaga doktor, nimaga meni bolamda unaqa bo'lyapti? O'tirib o'ylasam, homiladorligimda bunaqa kasal bo'ldim, bunaqa lecheniya oldim, antibiotik oldim, yiqilib tushdim. Stress olganman o'zim yiqilganimdan, bolamga hech narsa qilmadimmi deb. Virusli kasal bo'ldim, uni ustiga bolam qoni minus, meniki minus, uniki plus bo'lganiga rezus faktorlarimiz to'g'ri kelmay qoldi. Bola bilirubini baland tug'ildi, 160 dan baland 150 shunaqa bo'lib tug'ildi. Undan keyin 3 kun ichida 180 gacha oshdi, reanimatsiyada yotdi. 5 kundan keyin bizani boshqa детский больницаga period qilishdi. Xullas 10 kun bolam uchun lecheniya olib chiqdik. Agar biz bilmaganimizda, davolanmaganimizda, bilasizmi nima bo'lardi? Agar biz uni vaqtida bilmaganimizda sarg'ayishini, ya'ni bilirubin oshgan, bilasizlar, bolada sarg'ayish kuzatiladi, uni jigariga, polni organizmiga ta'sir qiladi. Agar uni vaqtida lecheniya qilmasanglar, miyaga o'tib ketadi sarg'ayish va bola DTSP bo'lib qoladi. DTSP bilasizlarmi? Ya'ni mushaklar ishlamaydi, tana a'zolari harakatlanmaydi, undan tashqari miya faoliyati ham buziladi. Nogiron bola bo'lib qoladi. Xudo asradi, vaqtida bildik, vaqtida lecheniyasini oldik, nervpatolog ko'rigiga kerak bo'lsa har oy bordik, 3-4 marta boshini egilib qildim. Alhamdulillah, hozir hammasi yaxshi, cho'chishlari ham o'tib ketdi. Men vaqtida harakat qilganim uchun, ya'ni xo'jayinim bilan birgalikda, turmush o'rtog'im bilan birga vaqtida qilganimiz uchun bizda yaxshi o'tdi. Ammo qancha ota-onalar bu o'zi o'tib ketadi deb, qancha ota-ona shunda o'tkazib boradi, o'zi o'tib ketadi deb bolalar уже qancha kechikishlar, rivojlanishdan ortda qolishlar yuz beradi. Bu homiladorlik davridagi, ya'ni perinatal davrdagi kamchiliklar yuzasidan bolada kelib chiqadigan rivojlanishdagi orqada qolishlar hisoblanadi. Natal davrida nima bo'ladi? Natal davrida bola tug'ilishi bilan yig'lamaydi, asfiksiya holati yuz beradi. Undan tashqari har xil travmalar bilan tug'iladi, bosh urilishi, bosh uzoq muddat chiqqandan keyin tana qolib ketishi, shunga o'xshagan, yoki bo'lmasam ikki bukilib orqasi bilan deydi, ana o'shanaqa holatda tug'ilishlari hammasi farzandimizni, bolalarimizni rivojlanishda minimalniy sekundiga bo'lsa ham orqada qolishlariga, rivojlanishdagi qiyinchiliklarga sabab. Postnatal davriga keldik, ya'ni tug'uqdan keyin 1 yoshgacha bo'lgan davrda judayam e'tiborli bo'lishimiz kerak. Uni reflekslari, o'sha mono reflekslar, emish reflekslari, so'rish reflekslari, mamnaqa qilib turg'izib qo'yganingizda tepishi oyog'ini, hammasi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Ya'ni bajaryaptimi, yo'qmi? Ana o'sha holatlar albatta kuzatuv ostida, tekshiruv ostida bo'lishi kerak. Bitta refleks qila olmayaptimi bola, demak уже rivojlanishdan orqada qolyapti degan. Masalan, 5 oylikgacha bo'lgan davrda ko'pchilik nervpatologlar 3 oylikgacha deydi. Aslida 5 oylikgacha bola bo'ynini ko'targan bo'lishi kerak. Ya'ni boshini ko'tarib, u yoqqa, bu yoqqa qarashi. Bu ham juda ham muhim, katta rol o'ynaydi. Lekin yana bitta narsa bor, katta rol o'ynaydigan, unga biz aralash. Qaranglar, biz farzandimizga yordam beryapmiz deb o'ylaymiz, u qiynalyapti deb o'ylaymizda, aynan bolani o'sha mamnaqa qorni bilan sudraladigan, dumalaydigan paytlari bo'ladi, bilasizmi? Ana o'sha paytda biz "Oy, dumalamasin, usti kir bo'lyapti. Voy, qorni bilan surilmasin, mamtlari orib qoladi, voy, tizzalari orib qoladi, emaylamasin" deb ko'pchilik ko'tarib olib kelib o'tkazib qo'yadi, yotqizib qo'yadi, bir manej, bir nimalarga o'tkazib, hadinuklarga tiqib qo'yadi. Bu katta xato. Biz o'ylaymiz farzandimizga yordam beryapmiz deb o'ylaymiz, lekin aslida biz unga yomonlik qilayotgan bo'lamiz. Chunki har bitta inson
tabiat tomonidan tuzilgan, Alloh tomonidan berilgan qonun qoidalarni bosib o'tishi shart. Shunda rivojlanadi. Biz uni buzyapmiz. Mana zanjir rivojlanish zanjiri deb tasavvur qiling buni. Ana o'sha zanjir bittasini uzyapmiz, biz olib tashlashimiz kerak emas, qiynalyapti bolam deb. Biz o'sha bitta zanjirni uzib olib tashlashimiz, kiyimi kir bo'lmasin devamiz, bolam qiynalmasin devamiz va o'sha zanjirni uzib olib tashlaganimizda bo'ldi mana. Uzdik, bo'ldi, o'sha yerda rivojlanish uzildi mana. Ko'ryapsizmi? Rivojlanish uzildi. Yo'q. Ana o'sha qism yo'q. Tushunyapsizmi? O'sha qism yo'q. Bo'ldi, u qism yo'q bo'ldimi, demak rivojlanishda buzilish bo'ladi. Nima uchun hozir logopedlarga olib borganingizda umumiy rivojlanish, umumiy motorikani rivojlantirish, sensorniy integratsiya deyapti. Mana sensorniy integratsiya nima? Mana qayerdan boshlanadi? Ildizi qayerda, mohiyati qayerda? Nimaga bolangizni emlatishga pul to'layapsiz masalan, olib boribdi? Nimaga arqonga chiqishiga, osilishiga, qum o'ynashiga, hammasiga pul to'layapsiz-ku, borib 100 ming, 150 mingdan bir soatini, to'g'rimi? Bola bilan shug'ullanyapti. Siz chunki o'sha paytda xato qilgansiz. Ana o'shancha hozir pulini to'lab, boshqatdan o'sha davrni qildirtiryapsiz. Mana ko'ryapsizmi, mohiyat qayerda? Hammasi o'z vaqtida bo'lishi kerak. Keyin vohli o'tkazib qo'ymaylar. O'zi o'tirsin. O'zi emelasin. O'zi yurishga harakat qilsin. Yurg'izmaylar, majburlamaylar, oyoqqa turg'izmaylar. Hammasini bola o'zi bajarish kerak. Qachon tayyor bo'ladi, uni organizmi o'shanda bajaradi. Mushaklari qachon tayyor bo'ladi, o'shanda yuradi. Majburlab hech narsa qildirmaylar. Bu juda ham katta xato. Bunda ham xato qilsanglar rivojlanishiga ta'sir qiladi. Hamma, masalan, meni bolalarim uyimni hamma joyini tutadi. Tortmalarni, sochiqlarni, zakolkalarni hamma joyi tutib, olib, taxlab, joyiga qo'y deyman. Amallab joyiga qo'yganini qo'yadi, qo'ymaganini qo'ya olmaydi. Masalan, 1 yoshli farzandim ham. Lekin men shunga ruxsat beraman. Ko'chaga chiqqanda qum o'ynashiga ruxsat beraman. Keyin kichkina edi tug'ilgan chaqaloqlarni voy qo'y yig'latma deb masalan kattalar aytishadi. Yig'latma, qo'y yig'lamasin. Yo'q, qo'ying, yig'lasin. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarni yig'lagani foydali. Ham o'pkasi ochiladi, ham artikulatsiyasi ishlaydi. Nutq rivojlanishiga yordam beradi. Tushunyapsizmi? Keyin so'zga masalasi. So'zga berishingiz 7 oygacha mumkin. 7 oydan keyin bolani tishlari chiqish boshlaganda birinchidan tish qiyshayishiga olib keladi, ikkinchidan nutq rivojlanmashiga. Og'zi har doim yopiq turadi, artikulatsiyasi ishlanmaydi va o'z-o'zidan nutq unga kerak emas. Keyin hamma narsani chaynab berish, blender qilib berish, maydalab berish, mana bu ikkita jag'i chaynab ishlatmaslik bolani artikulatsiyasini yaxshi rivojlanmasligiga olib keladi. Men ko'raman bir xilga katta 3 yoshli bolalarga ham ezib pyure qilib, ezib, maydalab bir bolalar qilib berishadi-da. Bunaqa ezib berish ham, pyure qilib tashlash ham mumkin emas. Tishlari уже 4 ta, 5 ta, 6 ta bo'ldimi, sekin kichkina ko'sokchalardan berib, chaynashni o'rgatinglar. Keyin pelada, krujkada choy ichish o'rgatinglar. Hadeb soskali butilkalarda yoki soskali har xil baklashka bolalar bor, o'shunaqa narsalarda suv ichmasin. Qilib so'radi deb bo'ldi. Mana jag' ishlamaydi. Tushunyapsizmi? O'shani hisobiga artikulatsiya rivojlanmaydi. Pelada, qildi, stakalada, mashqalada suv ichsin, qoshiqda o'shab ovqat yeyishni o'zi o'rgansin, to'ksa ham, sochsa ham bilaman, bu suiqasd chiqqan mavzu, lekin bu bolaning rivojlanishi uchun juda ham muhim. Aytganimdek, emelash, sudralish, ag'darilish, to'ntarilish, o'tirish, yotish, turish, osilish, ya'ni chiqishga harakat qilish hammasi muhim. Nazoratingiz ostida hammasi bo'lishi kerak. Bu videoni sifati unchalik yaxshi chiqmayapti. Qo'limda iPhone telefon emas. Hayronman, o'shanga uzr so'rayman hammadan. Blogimizni endi yaqinda boshladik. O'zi undan oldin Instagramda blog yurg'izardim. Mana shu kichkina farzandimni tuqqanimdan keyin, bundagi holatlar bo'lgandan keyin demaydim. Hamma onalarga kerak bu narsa. Bilgan narsalarimni onalarga o'rgatishim kerak. U sharoitida nima qilish mumkin, nimalarga e'tibor berish kerak. Perinatal, natal, postnatal davrlarida nimalarga e'tibor berish kerak, nimalar qilish kerak. Mana shunaqa narsalarni o'rgatishim kerak. Bilganlarimni boshdan o'tkazganlarimni va o'rganganlarimni yana ularga aytishim kerak. Zero bilim ulashish savob deb men shu blogga yozishga tushdim.
Inshaalloh sizlarning yordaminglar bilan, Alloh ko'magi bilan, Xudo xohlasa auditoriyamiz kengayib ketadi. Nasib qilsa iPhone ham olamiz. Sizlarga videoni sifati zo'r qilib, Xudo xohlasa yana ham zo'r kontentlar olishga harakat qilamiz. Hozirda yana o'zim bilim olish bilan bandman. Hozirgi kunda logopediya bo'yicha dotsent Dilbar Shukurovaning shogirdlariman. Ulardan juda ham ko'p narsa o'rganganman. Undan tashqari ham juda ko'p logopedlardan ish o'rganganman. Eng ko'p ish o'rganganim bu Elmira Abdurahmonova 14 yillik tajribaga ega defektolog logoped psixolog bilan birgalikda ish faoliyatini olib borganmiz. Mani Instagram sahifamga kirsanglar, hamma o'zim haqimdagi ma'lumotlarni hammasini berib borganman. Endi bugungi mavzu nima uchun nutq rivojlanmay qolyapti va ildi sabablari nima deganga qisqacha qilib mana shu ma'lumotlarni sizlarga taqdim etdim, ulashishga harakat qildim. Bunaqa yaxshi zo'r ma'lumotlarni bepulga boshqa logopedlardan olish qiyinroq. Agar farzandinglardagi nutq nuqsonlarini uy sharoitida bartaraf etishni xohlasanglar, lug'at boyligini oshirishni xohlasanglar, tug'ish talaffuzdagi kamchiliklarni yo'qotishni xohlasanglar yoki autizm ZPR bilan uy sharoitida qo'shimchasiga nimalar qilishni bilmayotgan bo'lsanglar, men sizlar uchun juda ham zo'r darsliklar yozib qo'yganman. Kanal har doim siz bilan qoladi. Telegram kanali, bitta silkani to'liq qilib sotib olasiz va arzon hamyonbop narxga sizlar uchun sog' bo'lish uchun duo qilib qo'yasizlar. O'sha u kanalda bir qancha onalar bor farzandi bilan shug'ullanyapti, hattoki logopedlar ham bor, yosh logopedlar ular ham shug'ullanishyapti. Ana o'sha kanalga kirib bemalol darsliklarni farzandinglar bilan u sharoitida shug'ullanishinglar va rezultatga chiqishinglar mumkin. Rezultatlarimni Instagram, Telegram sahifamda bo'lishib borganman. Agar sizlarga ham shu kanal qiziq bo'lsa, shu kanal linki, silkasi bir umr sizlar bilan qolishini xohlasanglar, unda Telegram yoki Instagram orqali direktda menga yozinglar. Men sizlarga to'lov uchun karta hamda kanal linkini tashlab beraman. Bemalol foydalanasizlar va albatta duolaringizda eslab qolasizlar. Agar qo'ya olsam, YouTube'da endi yangiman. Описаниясiga Instagramim hamda Telegramim lichkani silkasini qoldiraman. Agar qoldira olmasam, Madina Shuhratovna deb qidirsanglar, Madina Shuhratovna new deb qidirsanglar Instagramdan chiqib kelaman hamda bemalol yozsanglar har bittangizga javob beraman. Kimga onlayn konsultatsiyalar kerak bo'lsa, albatta joylarni band qilib oldindan yozilib qo'yinglar.